Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Bekmoto. Mana navbatdagi mototsiklimiz viloyatga bo'ldi. Sotildi. Chopperimiz. Navoiy oblasiga sotdik. Xudo xolasa, hozir mana akkuratnenько upakovka qilib, mashinaga solib yuboramiz, dostavka qilib. Jarayonlarni qo'yamiz. Hozir mana mototsiklni ko'rishingiz mumkin, ideal sosteniyada. Polnisi taxlab, obslujit qilib, yuratirimiz egasine garantiyalar bilan moylarni qo'shib berdik. Дополнительный bonusga Xudo xolasa shilemlarni ham beramiz mototsiklni. Ko'rishingiz mumkin. Tayyor. Ajoyib bo'lgan texnikamiz. Xudo xolasa yangi egasine ketib boradir. Dokumentalniy, ofitsialniy rassamishga bo'lgan mototsikl. Kimga shunday mototsikl kerak bo'lsa, Bekmotoga murojaat etaverasizlar. Kelishilgan narxda qilib beramiz. Agar zakazga oldirib bersangiz, zakazga ham oldirib beramiz. Har xil mototsiklarni. Bekmotodan chopper mototsikl sotib oldik. Xudo xolasa mana bu soat 3 yetib keldi. Bekzaga dushi rahmat aka. Soat 4. Xudo xolasa chopperimiz Xorazmdan yetib keldi. Bekmotoga katta rahmat. Bekzaga dushi savdo o'zbekiston zo'r aka. Yoqdi menga. Rahmat aka.